Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar. Bugungi videomiz IMAX Mebel fabrikasini ikkinchi videosi, ikkinchi qismini taqdim etamiz. Abdumannon akam bilan birgalikda. Xo'p, bugun ikkinchi qismi, birinchi qismda ulgurmagan yotoqxona mebellarini bugun ikkinchi qismda taqdim etib ko'rsatib o'tamiz obunachilarimizga. Demak, mana shu jamlanmadan boshlaymiz. Albatta. Xo'p, ya'ni bu jamlanmamiz, bu modelimizning nomi Exclusive Kamen deb nomlanadi. Bu modelimiz juda ham chiroyli ishlangan. Modelimiz полный, ya'ni ham полный MDF dan ishlangan. Mexanizmlari nemetskiy mexanizm, ya'ni Germaniyaning mexanizmlaridan ishlangan. Bu modelimiz ya'ni to'plamida ya'ni spalnisi, shkafi, ikkita tumbasi va turmosi joylashgan va o'tiradigan bitta kichkina stulchigi bor. Xo'p, bu modelimiz ya'ni juda go'zal ishlangan. Mexanizmlari germanskiy deb aytib o'tdik. Hop, shkafi, ya'ni shkafida ikkita u yoqda katta eshigi bor. Bu yoqda ya'ni ikkita ya'ni ochiladigan ya'ni polkalari joylashgan. Xo'p, o'ziga xosligi modelimizning o'rtasiga kamin joylashgan, dekorativniy kamini bor. Juda ham chiroyli, yangilik, ya'ni bu Boshqacha yuz berar ekan bu narsa. Albatta, bu ya'ni bunday ko'rgan odamga ya'ni juda ham chiroyli taassurot qoldiradi. To'g'risi, juda ham chiroyli ishlangan. Ham joylashuv juda ajoyib joylashtirilgan. Albatta. Shu haqiqiydek berib turibdi fan. To'g'ri. Juda haqiqiydek berib turibdi. Xo'p, ya'ni spalnigimiz ham juda chiroyli ishlangan. Xo'p, atroflari ham полный mягкий qoplangan. Matraslari ham qimmat ortopediskiy matraslardan qo'yilgan. Ya'ni bu mexanizmli, ya'ni bunisi ya'ni tashqariga ko'tariladi. Albatta. Tepaga ko'tariladi. Полный splashni tagi sandiq. Tagiga ya'ni sandiq, ya'ni narsalarini joylasa ham bo'ladi. Juda ajoyib. Yana bitta e'tibor beradigan joyimiz karkas temirdan. Karkas temirdan. Bu juda ham mustahkamlik ta'minlagan. Albatta. Keyin ham ko'tarib tushirishda juda qulay ekan, mexanizmlari o'zi ushlab qoladi. Ha, albatta. O'sha o'zi turaveradi, ko'tarib ushlab turishlari shart emas. To'g'ri. Xo'p. Bundan quvvatligini ta'minlaydi. Xo'p, undan keyin buni turmosi ham yana bejirim chiroyli o'ziga moslab ishlangan. Xo'p, bitta stulchigi bor, ikkita ya'ni tumbasi bor. Ya'ni mexanizmlari ham juda yaxshi ishlangan. Xo'p, polkalari bor, ya'ni ayollarimiz bu yerga ya'ni tilla taqinchoqlarini qo'ygan joylari bilan ishlangan, chiroyli bo'lib. Ichiga materiallar qoplangan bunisiga. Xo'p, bunida pastiga ya'ni tortmalari 3 ta tortma qo'yilgan. Yollariga ham ya'ni kerakli narsalarni qo'ysa bo'ladi. Modelimizni yana narxiga keladigan bo'lsak, bu modelimizning 25 million so'm deb belgilaganmiz. 25 million so'mga O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib beramiz. Yetkazib berib, ya'ni ustalarimiz o'rnatib berishadi albatta. Shu 25 million so'm narx ichida, demak, yetkazib berish, dastavkasi, o'rnatish hammasi ichida, shu 25 million ichida bo'ladi. Keyin sifatiga garantiya beriladi. Bu narsa garantiya beriladi. Alohida ta'kidlab o'tishdi akamiz o'zlari, o'sha Yevropa bilan bahslasha oladigan mebel fabrikasi, ishlab chiqarish joyiga ham xudo xolasa ko'ramiz deyishganlar borishlari mumkin. Albatta, ha. Uzoq emas, ya'ni showroomimiz bo'lsa, yo'lni u betida, ya'ni ishlab chiqarish bor, bemalol olib kelib ko'rsatishimiz mumkin. Bu mexanizmlari ham aytib o'tishgandek, germanskiy, yaxshi mexanizmlardan foydalanilgan. Uzoq yillar xizmat qiladi, xudo xolasa. Bu qismlarni ko'ringlar. Qirg'ol chetlari kromka, bu ko'chib ketmaydi. Yo'q, ko'chmaydi, kromka qilingan, ko'chmaydi bu. Ya'ni biz ya'ni zavodskiy apparatlar bilan qilingan. Biznikini ya'ni ahamiyatli taraflari, bizniki kromkani yana orqa taraflariga ko'pchilik qilmaydi. Bizniki orqa taraflari ham shu kromka qilingan va Yevropa standartlariga ya'ni javob beradi bu narsa, albatta. 25 million narxi. 25 million narxi, ya'ni yetkazib berish, usta xizmatlari hammasi ichida. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining 12 ta viloyat qayeriga bo'lsa, hamma joyga yetkazib beramiz va u yerlarda dillerlarimiz bor. Navbatdagi to'plamimiz ham juda ko'pchilikka ma'qul kelsa kerak aka. Bu albatta. Shaxsan o'zimga ham yoqdi. Juda ham chiroyli model. Bu modelimiz 2025-yil yangi chiqdi. Bir oy bo'lmadi hali. Bu modelimizning nomi Luna deb nomlanadi. Juda ham chiroyli ishlangan. Oy degan ma'noni bildiradi. Albatta, ha, ya'ni oy degan ma'noni bildiradi. Mana qismidagi svetinliklariga havola. Shunaqa deyilgan. To'g'ri. Bu modelimiz ya'ni полный hammasi MDF dan ishlangan model hisoblanadi. Modelimiz juda ham bejirim.
Bu modelimiz ya'ni yonida ya'ni bu spalniy bo'lsa, spalniy yonida tumbalari birga qo'shilib, ya'ni ajraladi, ham bunday qo'yganda birga ya'ni komplekt hisobida ko'rinadi, ya'ni bunday birga. Yaxlit bitta bo'lib Yaxlit ko'rinadi. bitta bo'lib ko'rinadi. O'zi alohida Ha. joylashtirsa bo'laveradi. Albatta. Bu modelimiz ikkita, ya'ni komplektida ikkita tumbasi bor, bitta shkafi bor, yonida tryumosi bor, sofasi bor, Yonida trimosi, bitta pufigi bor mana va yonida bitta chesteri bor. pufik. Sofasi ham bitta yaxlit katta. Bitta yaxlit Mana bu katta. ro'paradagi sofasi. Albatta. Va mexanizmlari buniki ham germanskiy mexanizmlar bilan ishlangan. Xo'p, ya'ni bu spalnigimizni materiali sochiq, ya'ni qimmat materialdan ishlangan. Juda ham chiroyli. Undan keyin buni to'plamlarda bitta shkaf, ularni aytib o'tdik, shkafidan tanishtirsam sizlarni. Xo'p, shkaflari polkalik, juda ham chiroyli, bejirim ishlangan. Ya'ni bu ruchkalari hammasi o'zimizda, ya'ni ustalar tomonidan MDF dan ishlangan, ya'ni qo'l ishi. Bu figurasi ham boshqacha ekan, a? Figurasi ham boshqacha, ya'ni qanaqadir Shestigranniy sifat qilib yasalgan. Tepa qismidan hozir ko'rilsa mana. To'g'ri. Burchaklari ko'rinadi. To'g'ri. Bunisi kupe nimasida ishlangan. Ha, ichi ham kattagina. Ichi ham kattagina. O'ziga xos. Bu tarafasini olsak, Juda unumli foydalanadigan ekan. Ko'rdingizmi? albatta. Tagi ichida polkalari ham bor. Polkalari ham bor. Bu joyda taqinchoqlar uchun ham alohida Bu qanaqadir buyumlar. yerda shim ilsa ham bo'ladi. Bu yerda tagiga shimlar shim uchun. ilsa ham bo'ladi. Va bu yerda ko'rinmaydi, Seyf. sekretniy seyfi bor, ya'ni Ha, bu yerda. qoyil lekin. Sekretniy seyfi holatda ishlatsa bo'ladi, mana sekretniy Alohida. seyf, alohida. Alohida. Buni ustiga bunday qilib qo'yib qo'ysa, ya'ni bu yerda seyf borligini birov bilmaydi ham. Ya'ni qo'shimcha tortmalari bor. Ajoyib chiroyli. Burchak sifat qilib boshqacha fasonda ishlangan. Ha. Doimgidek mebellardan emas bu. To'g'ri. O'ziga xos jamlanadi, 2025-yilga yangi ish bu. Xudo xolasa ko'pchilikka yoqadi degan umiddamiz. Xudo xolasa ya'ni klientlarimiz kelib juda ham yuqori baho berishdi. Chiroyli ishlanibdi dedi. Xudo xolasa 2025 ga xudo xolasa ya'ni Eng yaxshi modellardan biri bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ya'ni yoqtirganlar bo'lsa, Zakaz berishaveradi. albatta. Ya'ni bu tryumosi ham bir o'zgacha shaklda ishlangan. Svitilni o'chib yonadi. O'chib yonadi. Ha, ajoyib. Zo'r. Bunimizni narxi aka? Xo'p, bunimizni narxini 21 million deb belgiladik. 21 million ichida, ya'ni xudo xolasa buni yetkazib berish, o'rnatib berish xizmatlari hammasi ichida, Hammasi xudo ichida. xolasa. Yetkazib o'rnatib berish ichida. Albatta. 21 million so'mga sizlar juda sifatli bo'lgan, o'sha pullaringga arziydigan darajadagi to'plamni sotib olasizlar. Albatta. Uzoq yillar davomida xizmat qiladi. Albatta. Model 1-2 yillik narsa emasda bu. Yo'q. Bu bir necha o'nlab yil xizmat qilish kerak bo'lgan jihozlar. Albatta. Sifatli bo'lgandan keyin albatta sizlarga o'sha o'nlab yil kerak bo'lsa xizmat qilib beradi. Albatta. Aytib o'tganimizdek, dastavkasi, o'rnatib berish hammasi ichida. Bemalol telefon qilaverasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi. Lokatsiyani ham qo'yib qo'yamiz, videoni opisiya qismiga lokatsiyani joylab qo'yamiz. Manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Ya'ni Oltinko'l tumani, ya'ni Oltinko'lga yetib bormaydi. Eski Raypo desa ko'pchilik biladi. Oltinko'l yo'lda eski Raypo yo'nalishi, ya'ni svetoforga yetmasdan chap qo'lda IMAX mebellardagi o'zi showroomimiz ko'rinib turadi. Ya'ni shu yerga ya'ni tashrif buyuraverasizlar. Kelib ko'rishlari mumkin. Albatta. Lokatsiya so'rashganlarga lokatsiyani ham bemalol Albatta, tashlab beriladi. albatta. Bemalol kelishaveradi. Albatta. Endi o'zlari kelib ko'rganlari yaxshi. Albatta, ya'ni Imkoniyatlar bo'lsa kelib ko'rsin. ya'ni bitta maqol bor, 100 marta eshitganda 1 marta ko'z bilan ko'rgan yaxshi deydi. Albatta, ko'z bilan o'zi kelib ko'rsa, yoqtirib ko'rib, ya'ni sifatlarini ko'rib olgani yaxshi. Biz syomka jarayonida ham 100% ko'rsatib, 100% ochib bera olmaymiz. Albatta. O'zlari kelib ko'rishsa, amin bo'lishadi, ya'ni to'plamni sifatliligiga. Navbatdagi jamlanmamiz ham bejirim, ajoyib. Buni nomi nima aka? Xo'p, bu modelimizning nomi Imperator deb nomlanadi. Bu modelimiz ham juda ko'p sotilgan modellardan hisoblanadi. O'ziga xos, ya'ni bejirim ishlangan, juda go'zal holatda ishlangan va sifatli mebellar turiga kiradi bu ham. Ya'ni buni sotib olgan odamlar, ya'ni ko'pchilik biladi bu modelimizni ham. Bu modelimizni to'plamlariga bu ya'ni yotoqxonasi, yonida ikkita tumbasi, bitta katta shkafi bor,
bitta ya'ni trumosi bor, bitta nimasi bor. Pufigi bor. Pufichasi. o'tiradigan. Ha. Fason noodatiy. Fason Hozir bor. ko'rganlarimizga nisbatan ancha-muncha boshqacha. High-tech desak ham bo'ladi buni. Albatta, High-tech. high-tech usulda ishlangan, ya'ni o'ziga xos, ya'ni o'zini boshqacha bir dizaynerda ishlangan bu ham. Buni narxi aka? Xo'p, bu narxini 19 millionga beramiz, ya'ni yetkazib berish xizmatlari bilan 19 million 19 million so'm. yetkazib beramiz. Bunda rangini o'zgartirish imkoniyati bo'ladimi? Hozircha buni rangi shu fasonda ishlangan. Fasonda. Ko'pchilikka ya'ni shu rang yoqadi, ya'ni high-tech usulda ishlangan. Xudo xolasa ranglarini ya'ni talabga qarab, ya'ni o'zgartirish Imkoniyat bo'ladi. Imkoniyat bo'ladi, xudo xolasa. 19 million so'm. 19 million. 19 million so'm. Xo'p, buni yonidagichi? Xo'p, bu modelimiz Madonna Krem deb nomlanadi. Bu modelimiz ham o'ziga xos, juda chiroyli ishlangan model hisoblanadi. Bu modelimizni nimaligi, ya'ni ruchkalari bular ya'ni tabiiy holatda ishlatilgan. Bular tabiiy, ya'ni yog'ochdan ishlangan bular. Tepa qismlari tabiiy yog'och. Yog'ochdan ishlangan. O'zingizlar ko'rib turganinglardek juda did bilan ishlangan model hisoblanadi. Ya'ni orqalarida ya'ni razvedkalari, bemalol telefonini zaryadga qo'ysa bo'ladi, svetlarini yoqib o'chirsa bo'ladi, освещениялari bor. Xo'p, turmosi ham ya'ni освещениялик. Turmosi buniki ham ya'ni aylanadi, orqasida seyfi bor. Orqasida seyfi bor buni ham. Ha, sekret Seyflari bor, qismi. ha. Seyflari Tortmalari joyi ya'ni to'rttadan tortmalari to'rttadan joylashgan ya'ni. Xo'p, bu yoqda ya'ni Shkaflari kupelik. shkaflari kupelik, albatta. Bu ham o'sha high-tech, High-tech, albatta. minimalizm high-tech desak ham bo'ladi, chunki Ha, juda ko'p bezak yo'q. albatta. High-tech. Ikki tarafi polkami aka, yon taraflari? Xo'p, yon taraflari albatta polka, ya'ni polkalar bilan joylashgan. Ichida ya'ni tortmalarda shimilib qo'yadigan joylari ham bor. Ya'ni qolgan Madonna nimalarga o'xshaydi, lekin buni ko'rinishi, ya'ni materiallari boshqa buniki ham. Material ham spalnigimiz bo'yiga 210 ga, eni 170. 210 ga 170. Ha. O'zi ko'p Asosan to'plamlar bizda, shunaqa. asosan to'plamlarimiz shunaqa, ya'ni bizda shunaqa bir xil nimada ketamiz, zakazlarimiz shunaqa ko'p bo'ladi. 170 ga 210. Buni narxi? Buni narxi 19 million. 19 millionga yetkazib beramiz buni, bu mebelimizni to'plamini. Mebelimiz xudo xolasa bu ham juda sifatli va juda ko'pchilikka sotilgan mebellardan hisoblanadi. Xudo xolasa uzoq yillar mobaynida xizmat qiladi. Xo'p, bu to'plamimiz, ya'ni bu modelimiz nomi Bermud deb nomlanadi. O'ziga xos go'zal, ya'ni ranglar bilan ishlangan model hisoblanadi. Xo'p, Bermud modelimizni ya'ni to'plamida, ya'ni spalni, yonida ikkita tumbasi, shkafi joylashgan va bitta qo'shimcha, ya'ni nima deydi, chester deydimi, shunaqa chesteri bor va trumosi bor, bitta pufigi bor buni. Bu ham ya'ni mexanizmlari germanskiy mexanizmlarda ishlangan, o'ziga xos, ya'ni o'ziga xos dizaynerda ishlangan bu ham. Ranglari ham juda go'zal. Ya'ni bu modelimizni ham matraslari, ya'ni o'sha ortopedический matraslardan qo'yilgan. Tepaga ochiladi, sandiq bo'lib ochiladi. Ha, tag qismi polni Tag sandiq. qismi, ha, sandiq, ya'ni ochiladi bu ham. Ya'ni buni ushlaydigan ruchkalari ham o'zimizda, ya'ni o'zimizni ustalar MDF dan ishlagan, mahorat bilan ishlagan. Ha, ruchka qismlari ochib ko'rsatamiz. Albatta. Ruchka qismlari mana Ha, ikki tarafi katta shkaf. Katta shkaf, ya'ni ikkita tarafda shkaf. O'rtasi ham mana o'rtada bitta yana polkasi bor buni. O'rtada polka. Alohida o'sha taklanadigan kiyimlar uchun, taxlanadigan kiyimlar uchun o'rtada bitta polkasi bor. Ikkita tarafda shkafi. O'rtada mana bitta oynasi bor. Bo'yi necha aka buni? Xo'p, bo'yi 220. 220. 220 ga eni 250. 250. Buni narxi? Buni narxi 19 million so'm. Buni narxi yetkazib berish, ya'ni o'rnatib berish xizmatlari bilan ichida. Yonidagisi aka. Xo'p, bu yonidagi model hozir sizlarga ko'rsatgan eksklyuziv kamenda, Eco Kamen deb nomlanadi bu modelimiz. Shuni ya'ni shuni yana o'rtasida kameni yo'g'i. Ya'ni shu nimani o'rtasida kameni yo'g'i. Ya'ni bunda shkaf, ya'ni butunligicha nima bo'ladi? Ya'ni shkafi butun. Ha, o'rta qismi alohida. Ha, o'rta qismi, ya'ni unga kamen qo'yilgan hisobiga, ya'ni o'rta qismi bu yog'i kichkina bo'lib qolgan. Xo'p, bu butun shkaf hisoblanadi.
yo'llari ham mana ya'ni polka, ya'ni bu yerlarga shimlar ilsa bo'ladi. O'g'il bolalar uchun alohida, O'g'il bolalar uchun alohida, ayollar uchun alohida. ya'ni ayollarga ekan bu uzun Bu kiyimlar uchun. ayollarga, ya'ni bu ayollarga tagi ham ochiladi. Tagida ham alohida tortmasi bor ekan. Ya'ni oyoq kiyimlari yoki bironta narsani taxlab qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, buni spalnisi. Bu spalnisi. Buni ham ya'ni tagi ko'tariladi. Sandiq bo'ladi. Sandiq bo'ladi bu ham. Ha, Matraslari o'sha qimmat matras, ortopedический matraslar bilan tan qo'yilgan bunga ham. Buni turmosi va bitta stolchigi. Trimosi ham bejirim chiqqan ekan. 3 ta katta tortmalik, Uchta tortmalik albatta. Bunga ya'ni taqinchoqlar uchun taqinchoqlar qo'ygani alohida joy. ayollarga. Ayollarga. O'zi bu trimo asosan ayollar uchun. Albatta. Ya'ni освещениялari bor buni ham. Ha, bunda ham освещение bor. Ha. Освещениялari bor. Stolchigi ham bor buni. Bunimiz narxi Bunimizning narxi 20 million. 20 million so'mga, ya'ni yetkazib beramiz. Yetkazib, ya'ni usta xizmatlari hamma narsa ichida 20 millionga, xudo xolasa qiziqqanlar uchun aloqaga chiqsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Navbatdagi yotoqxona mebelimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yakkalik ekan. Bu yakkalik yotoqxonamiz, bir kishilik yotoqxonamiz, juda chiroyli ishlangan. Matrasi ham juda ya'ni yaxshi matras qo'yilgan, ya'ni yotgan odam ya'ni 1-2 yilda cho'kib qolmaydi, beli og'rib qolmaydi. Ortopedический matras qo'yilgan bir kishilik. Xo'p, bunimizning narxi 3,5 millionga, ya'ni yetkazib beramiz bu modelimizni. 3,5 million so'm. Ha, 3,5 million so'mga. Atroflari ham ya'ni yumshoq, ya'ni yumshoq nima bilan qoplangan. Yon qismlari ham. Yon qismlari ham, ya'ni oyog'i tegib ketsa ham, boshqa bo'lsa ham og'riq unaqa bo'lmaydi. Bu yonidagisi aka? Tortmalar. Bu komplektga kirmaydi, bu Yo'q, bu alohida. komplektga kirmaydi. Bu отдельный narsa bu. Ya'ni Kimga ma'qul kelsa zakaz berish kimga ma'qul kelsa, ya'ni zakaz bersa, qo'shimcha jihoz sifatida. Ha, qo'shimcha jihoz sifatida. Buni narxi? Xo'p, buni narxini 1,5 millionga tayyorlab beramiz. 1,5 millionga tayyorlab berasiz. Yonidagilar dekorativniy, yonidagi mehmonxonalar dekorativnik, uchun. ha, albatta, TV postavkalar bular. Ya'ni bu ko'rganinglar, u yoqda ham ko'rdinglar. Bu oyog'i bori, u yoqdagi oyog'i yo'q edi bu. Bu anchagina katta ham. Ha, bu kattaroq bundan ko'ra. Uzunligi ham hozir 2 metrdan oshiqroq, a? Albatta. Uzunligi 2 metrga bormasa ham 1,80 bo'lishi kerak. 1,80 atrofida. Yo'q, 2 metr 1,80 atrofida. Ha, 2 metr 1,80. Ya'ni kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa tayyorlab beraveramiz. Ha, demak bundan ham kattaroqlarini, bundan ham kichikroqlarini tayyorlash bundan imkoniyati bor. kichikroq, bundan kattaroqlarini kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, bemalol tayyorlab beramiz. Ikkita tarafida o'sha polkasi, Ikkita tarafda polkasi bor. o'rtasida mana shu dekorativniy. O'rtasida dekorativnigi bor. Shunaqa, ya'ni chiroyli yonib turadi. Buni ya'ni sal buni ochaytirsa, ya'ni so'ndirsa, yana ham ko'paytirsa bo'ladi buni. Yarkisi bor, ya'ni buni. Regirovka qilsa bemalol bo'ladi. ligirovka qilsa bo'laveradi buni. Zo'r. Demak, bu bo'yicha ham bemalol chiqishaveradi. Albatta. Murojaat qilishaveradi. Albatta.